Chilonzor 26-kvartal. Uchtepa Avenue Novostroykasidamiz. Hozir sizlar bilan 2 xonali 65 metr kvadratli xonadonimizni tanishtirib o'taman. Bu xonadonimizning zal qismi hisoblanadi. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda hamma sharoitlari bor. Euroremont mebel texnikali xonadonimiz. Xonadonimizda konditsioner, televizor, yumshoq mebellar va mehmonlarimiz uchun stul va kartinkalari qilib qo'yilgan. Xonadonimizga kirib kelish asosiy eshik qismi. Bu yerda bitta prigojinli shkaflari qilingan va bu yerda oynalar ham qilib qo'yilgan. Kirganlaringda kattagina hol sizlarni kutib oladi va holdan keyin oshxonaga kirishinglar mumkin. Oshxona qismimizda ham hamma sharoitlari bor. Kuxna mebellari qilingan, xolodilnik mavjud, gaz plita, kir mashina, bu yerda mana bu mikronovkalar bor. Hamma sharoitlari qilingan. Endi hozir sizlar bilan master spalnini ko'rsataman. Spalni xonamizga ham kirib oldik. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda bitta shkaflari bor. Spalni. Bu yerda ham konditsioner bor, oynalar qilingan. Xonadonimizda eng ajoyib tomonini hozir sizlar bilan ko'rsataman. 3 ta oyna bor. Oshxonada, spalnida va zalda ham oyna bor. Bu yerda ko'pchilik xonadonlarda oynasi 2 ta bo'ladi. Bitta xona gluxoyga tushgan bo'ladi. Bu xonadon unaqa emas, 65 kvadratli. 3 ta oynasi bor. Euroremont mebel texnikali xonadon. Xonadonimiz srochniy narxlarga sotilyapti. Ulgurib qolishinglarni so'raymiz. Bu yerda xonadonimizni yuvinish xonasi va sanuzeli joylashgan. Ko'rib turganlaringiz, bu yerda ham hamma sharoitlari bor. Kir mashina bu yerga joylashtirilgan va dushovoy kabinkalari qilingan. Kafellar juda ajoyib. Remontlari mehr bilan, cho'tki dizaynlar bilan qilingan. Xonadonimizning narxini 81.800 dollarga baholadik. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Ulgurib qolinglar. 77 kodi bilan 043 56 Chilonzor 26-kvartal Uchtepa Avenue Novostroykasidamiz. Hozir 2 xonali xonadonimizni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Xonadonimiz 65 metr kvadratdan iborat Euroremont mebel texnikali xonadon. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda bitta televizor, konditsioner, yumshoq mebellar va stullar, kartinkalari qilingan xonadonni. Bu yerda bitta xonamiz bor. Bu spalni xonamiz. Spalni xonada spalni, konditsioner, oynalar va bu yerda ajoyib shkaflarimiz qilingan. Bu yerda esa umumiy sanuzalimiz joylashgan, kir mashina, ko'rib turganlar oyna va dushovoy kabinkalari qilingan. Xonadonimizda asosiy kirib kelish eshik qismi. Kirib kelganlar kattagina holslarni kutib oladi va bu yerda prigojinli mebellarimiz qilingan, ajoyib va bu yerda oynalar qilingan. Kirib kelishimiz bilan oshxonaga birinchi bo'lib kirsanglar bo'ladi. Bu yerda ham stul, kuxna mebel, xolodilnik, gaz plita va duxovkalar joylashtirilgan. Xonadonimizda ajoyib tomoni 3 ta oynasi bor. Har bir xonada oynasi joylashtirilgan. 46-50 kvadratli uylarning narxi bilan hozir bir xil bo'lib turibdi. Xonadonimiz Uchtepa Avenue 26-kvartal 9 etajli binoning 9-qavatida joylashgan. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin.